Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun dushanba va odatdagiday bizda qisqacha bozor holati bo'yicha obzor. Ko'rib turganinglar, Bitcoin USDT parasi bir kunlik time frame'da o'tgan hafta aytganimday narx 103 ming dollar darajaga tushib berdi. O'tgan hafta 105 100 ming dollar atrofiga tushishi kerak deb aytgandim. Foiz hisobida aytadigan bo'lsak, 8%, 10% tushishi kerak degandim. Примерно hozir 7%, 6%, 7% tushib berdi. Bu tushish davom etadiganga o'xshab ko'rinyapti, chunki sotib oluvchilarni reaksiyasini ko'rmayapman. Endi kechqurun Amerika bozori ochiladi, shunga qarab sotib oluvchilarni reaksiyasiga qaraymiz. Agar sotib oluvchilar faollashmasa, Bitcoin narxi tushishda davom etadi va keyingi bizda qo'llab-quvvatlash darajalari 100 mingdan tushib ketadigan bo'lsak, birinchi bizga 97 ming dollar darajada bizda qo'llab-quvvatlash bor va keyin 92 ming, 93 ming dollarda bizda yaxshi qo'llab-quvvatlash darajasi bor. Bu yerda gapimiz bor, mana 91.700, 92 mingda gap bor. Bu yopilmagan gap va bizda 200-chi harakatlanuvchi o'rtacha chizig'imiz ham bor, qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajaradigan. Shularni hisobga oladigan bo'lsak, shu 92 ming, 93 ming darajamiz juda ham kuchli daraja. RSI indikatoriga qaraydigan bo'lsak, уже yaxshi razgruzka bo'lyapti. Menimcha bu 97 mingdan pastga tushirishga yo'l qo'yishmaydi sotib oluvchilar Bitcoin narxini. Bitcoin bo'yicha faqat mana shu bizda hozir prognoz. Ethereum USDT parasiga kelsak, bir kunlik time frame'da efir hali ham o'z savdo kanali ichida mana bu kuchayyapti. 2300 dollar примерно va 2730 dollar atrofida yurib, shu yerda flat deydi, yon tomonga qarab yurib kuchayyapti. Akkumulyatsiya deyishadi yana. Va pastdagi ko'rib turganinglar 200-chi o'rtacha harakatlanuvchi chizig'i qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajarmoqda hozir mana. 1 marta, 2 marta, 3 marta kelib shu yerga, shu 200-chi o'rtacha harakatlanuvchi chiziqdan narx tepaga qarab qaytyapti. Endi hozir yana tushib kelyapti, endi ko'ramiz. Bu yerda RSI indikatorlarni chiziqlarini ko'radigan bo'lsangiz, yaxshi razgruzka bo'lyapti. 2300 dollardan pastga tushirishmasa kerak Ethereumni. Chunki Ethereum misol uchun Bitcoin oladigan bo'lsak, Bitcoin necha barobar o'sdi, biroq Ethereum hali unday o'sgani yo'q. O'zini yangi o'tgan safargi ATN deganini yangilamadi hali. Bitcoin yangiladi. Shuning uchun hali Ethereumni juda ham katta potensial bor o'sish uchun. Ethereumdan yaqin 5-10 kunlarda 3000, 3,5 ming dollargacha o'sib berish, примерно o'sib berish kerak. Chunki bizda bu yoqda gap bor va narx o'zini juda ham zo'r his qilyapti Bitcoinga qaraganda. Bitcoin dominatsiyasiga keladigan bo'lsak, bir kunlik time frame'da bu yerda deyarli o'zgarish yo'q. Hammasi o'tgan safar aytganimizdek plan bo'yicha ketyapti. Mana bu tepadagi darajani retest qilib, undan keyin pastga qarab yurib beradi Bitcoin dominatsiyasi. Kuzatishda davom etamiz. Total market cap 1 soat, 1 kunlik time frame'da umumiy kripto bozorini kapitallashuvi. Ko'rib turganingizdek, o'tgan hafta qilgan texnik tahlilimiz amalga oshdi. Hozir biz примерно 7% ga korreksiyaga uchradik. Tushish davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, Yapon shamchalarini tahlili bo'yicha hozir bizda tushish davom etishini ko'rsatmoqda. Mana поглощение bo'lyapti. Mani fikrim bo'yicha biz 3 trilliongacha borishimiz kerak, mana shu pastgacha. Undan keyin tagida 209 da mana ko'rib turganinglardek 200-chi o'rtacha harakatlanuvchi chizig'i bor. U ham qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Shundan 3 trillion va shu atroflarida biz 3 trillionga keladigan bo'lsak, shu atrofidagi reaksiyaga qaraymiz. Qanday reaksiya bo'ladi bizda? Yaxshi reaksiya bo'ladigan bo'lsa, narx tepaga ketadi. Bo'lmasa, yana ham pastroqqa tushib, biz примерно 208, 206 trilliongacha borishimiz mumkin. Shuning uchun kuzatishda davom etamiz. Shu bilan bizning bugungi qisqa obzorimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimizda bundan ham ko'proq darsliklar bor. YouTube kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lib qo'ying. Hammanglarga bu haftada omad va muvaffaqiyatli bitimlarni tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.